Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya Radiosi televiziyasining Heptilik Xewerler programmisi. Programmamiz xush keldinglar. Ben bugünkü program riyasatchisi Gulchehra. Növbetdagi minutlarda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Diqqat bergaysizlar. Ötken cuma günü Vietnamның Xitoy bilan tutuşadigan shimoliy chegarasida 5 nafar Uyg'ur musafir etib o'ldirilgan. Vietnam hukumat taratqullarining bayonlariga qaraganda, Vietnam saqchilari Xitoy taraf ta'minlagan axborotga asosan 18 aprel saharda chegaradan yoshirin chiqargan 16 nafar Uyg'ur musafirni tutgan. Ularning ichida 4 ayol va 2 bola bor ekan. Shu kuni Vietnam saqchilari Uyg'ur musafirlarini Xitoyga o'tkazib berish uchun elib manganda to'qinish yuz berib 7 adam ölgen. 5 nafar Uyg'ur musafir naq maydonda etib o'ldirilgan. Vietnam saqchilaridan 2 nafari o'lib, bir qanchasi og'ir yaralangan. BBC'ning Vietnam Avangard gazetidan naql keltirib xabar qilishicha 20 aprel kuni Vietnam saqchilarining yana Xitoy tarafining axborotiga asosan o'z dengiz tavalligiga kirgan 21 nafar Uyg'ur musafirni tutqun qilganligi ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari mahbus Abdikerim Abduvalining jazo muddatini yana 5 yil uzartgan. Yaqinda Abdikerim Abduvalining inisi Abdurahmon Abduvali radiomiz muxbirining ziyoratini qabul qilib, akasining Urumchi 1-turmida ochliq e'lon qilganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining bu qilmishini xalqaro qonun va xalqaro jamoat fikriga qarshi jang e'lon qilganlik, inson huquqlarini xohlagancha dafsanda qilganlik deb qaramoqda. Xitoy soti mahbus Abdikerim Abduvaliga turmada namoz o'qishni izchil davomlashtirdi. Ideya jihatdan o'zgartishni qabul qilmadi degandek jinoyatlarni otib, jazo muddatini 5-qitim uzartgan. U 63 kundan beri Urumchidagi 1-turmada ochliq e'lon qilmoqda ekan. Xalqarada tonilgan kishilik huquq faoliyatchisi Shotlandiyalik muzikant Joey Hamilton 17 apreldan 22 aprelgacha bo'lgan 5 kun ichida onaning ko'z yoshi, adolat uchun va sen uyga qaytqucha qatorliq bir yurish naqshlarini e'lon qilib, zo'r ta'sir qo'zg'adi. Uning onaning ko'z yoshi nomli Uyg'urlar temasidagi tunji naqshisi 17 aprel kuni ommaviy torbat YouTube'da e'lon qilingan. U bu naqshini 5 iyul vaqasida o'g'li g'oyib bo'lgan Uyg'ur ana Fatugul G'ulamiga beg'ishlagan. Arqadilla u tutqundagi Ilhom To'xtiga beg'ishlagan Sen uyga qaytqucha nomli naqshisini e'lon qilgan. Bu naqsha torda qo'yilgandan keyin zo'r ta'sir qo'zg'ab, anglovchilarning soni tez suratda ko'paygan. Bolalarning yo'qolib ketishidek fojia Uyg'ur jamiyatida hali ham davomlashmoqda. Uning oila, farzand va jamiyatga ilib kelgan baxtsizligi nihoyatda og'ir bo'lib, kuzatuvchilar uni Xitoydagi eng og'ir ijtimoiy masalalarning biri deb qaramoqda. Yaqinda Urumchida bolasini yo'qotib qo'ygan Rayangul xonim o'g'li Olimjon Ahmadning uchurini yutganlar torbetiga yo'llagan. Mazkur torbatdagi 20 mingdak tordashning undidor va boshqa ommaviy aloqa vositalariga tarqitishi natijasida Olimjon oxiri tepilib, sog'-salomat oilasiga qaytgan. Uyg'ur bolalarning yo'qolib ketishi, odam bediklar tarafidan oldinib, Xitoy o'lkalariga setilishi va har xil qora guruhlarning turli ziyonkashliklarga uchrashidek fojialar bir qancha 10 yildan buyon Uyg'ur jamiyatida izchil ko'rilib kelayotgan zo'r bir ijtimoiy ofat bo'lmoqda. Qumul shahrining Rohatbag yezida qurilgan chirindi kislota zavodi navbatda yerlik Uyg'ur dehqonlarining terilg'u yer, meyvelik bog' va yashash muhitini og'ir darajada bulg'amoqda ekan. Mazkur zavod Xinjiang Xuytung Xandilong chirindi kislota cheklik shirkatining ig'dorchiligida bo'lib, boshqurg'uchilardan tortib ishchi xizmatchilarga qadar hammasi degidek Xitoylardan tashkil topgan ekan. Zavod ayni vaqtda Rohatbog' yezidagi Uyg'ur dehqonlarining 1000 mo'ga yaqin yerini majburiy egallab qurilgan ekan. Yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilgan yerlik Uyg'ur dehqonlari bu haqda inkos bildirdi. Ularning deyishicha 95%dan ko'proq aholisi Uyg'urlardan tashkil topgan bu yezi aholisi Xitoylar qurgan chirindi kislota zavodining og'ir darajadagi bulg'ishi ichida yashamoqda ekan. Aqsu viloyatining To'qsu noyisida o'ltirishliq bir Uyg'ur yosh o'zining undidordagi do'stlar chambiriga diniy mazmundagi tekst yo'llaganligi sababli
15 gün qamoqda yetib chiqqan. To'qson ayisdan Aqsu shahriga qatnaydigan yo'lovchilar minibusini haydaydigan bu yosh yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilib, ahvolni inkos qildi. Uning bildirishicha, o'tgan yili 10 oyda To'qson aylik jamoat xavfsizlik idorasi uni Undidarda diniy mazmundagi tekstni yo'llagan degan bahona bilan tutib 15 kun so'lab qo'ygan. U so'laqdan bo'shinib chiqqanda diniy kiyim kiydi degan gunoh bilan ayolini so'lab qo'ygan. U arz qilish uchun Urumchiga manganda kucha aerodromidan qaytirib kelingan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi televiziyasining Heptilik Xewerler programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.